Qeyrindaşlar, vaqtimiz uzilib ketdi. Yana davomliq boshlab qoldik. Oldin qismlardan ko'rilganlar da biz akayadan boshlaydi. Wordni so'zlayotgandik. Word mana bu yerda. Buning ichida biz mana kelgandik. Xatning cho'nqishligi 26 bo'ldi. Endi biz buning xat shaklini bu yerdan tanlay olamiz. Yana boshqa xat shakllar chiqdi shular hammasi. Bu menga chiroyli ko'rindi, ham jiq qo'lindi bu. Boshliq, endi xatlarni yozsaqchi cho'ng chiqdi mana. Endi bu kichik chiqib qolgan, buni cho'ngaytirish uchun yana qilib turib, qandaq bu 11 ni 20 qancha? 4 qilib boqam, 922 qilib boqayli. Qilsak, manchik bo'ldi. Mana cho'ngishlik 26 ekan. Undan so'ng mana qo'shdik etdik, mousening o'ng tarafini. Baqashdi 26. Mana 26 bo'lsin, ikkisi teng bo'lsin. Shunlar ikkisi teng bo'ldi cho'ngishlik. Shundaqmi? Mana buni ko'rib oldik. Kendimiz o'rgandik degan vaqtida xatningki shaklini tanlash va cho'ng kichiklikni cho'ngaytib kichikiltish. Buni ko'rib oldik. Endi masalan biz bu yerga bugun dedik. Shundaqmi? Bugun dedik. Bu qanday chiqdi? Qop-qora rangli chiqdi. Undasa biz bu qora rangli xatni qizil rang holatda chiqsin desak, hamma tanlaydi. Avto maymiya chiqasin. Bunda tanlab o'tgandan keyin ma'lo chiqdi. Yana bosdik. Mana tanlangan rang miyada qora. Biz buni ovarang qilib boqaylik. Taqbis o'tdik. Qandoq osmon rang bo'ldi. Buni ko'rib oldikmi? Endi buni ko'rib oldik. Endi bularni tanlashda qandoq taq besib, mouse'ni qo'yib o'tmay, o'ng tarafini taq bosdik ham mouse'ning o'ng knopkani. Qo'yib o'tmay motor sursak, hammasi tanlandi. Endi delete'ni bossak yo'qolib ketdi, Ctrl Z'ni bossak asliga qaytib keldi. Endi bu yillik holatda Ctrl C'ni bossak nusxalab berdi. Shundan Enter'ni besib turib, Ctrl V'ni bossak nusxalab berdi. Endi qeyrindoshlar, to'xtanglar, tok tugaydi, men tok chetib olay. Bo'ldi. Chatmay so'zlamasam bo'g'dak. Buni ko'rib oldik qeyrindoshlar. Ya'ni bizniki oldingi soatda o'rganganimiz asosan mushagish bo'lib ekan-ku, tokkum chetib yemay. Kompyuter taqalmasda sizlar bilan qo'shilsay, ya'ni darsda nima so'zlagan bo'lsak, shular so'zlandi. Buni taqadik, saqlamsiz dedim, yana bossak saqlaymiz, yana bossak saqlamaymiz. Shuning bilan bularni besib olgandan keyin bizniki darsimiz shunday qilib oyoqlashdi. Allohga rahmat. Darsda nima so'zlangan bo'lsa, shu bo'yicha yetkazishga tirishdim. Darsimiz shu yerda oyoqlashdi. Bo'lsa aziz qeyrindoshlar, keyingi soatlik darsda ko'rishaylik. Dars vaqtlari sal ekspress bo'lib ketgan bo'lsa, ko'ngillarga omg'aysizlar. Hammalarga xayr xo'sh, salomat bo'linglar.